Havodagi to'p uchun kurashda doimo yetakchi darvozabon. Zafarmurod Abdurahmatov endi tezlik olyapti. Po'latxo'ja Xoldorxonov qaytdi. Abdurahmatov o'tib ketyapti. 8-raqamda to'qnashuvda Abdurahmatov yana bir raqibni aldadi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Ichkariga kirdi. Uzatma amalga oshiryapti. Va qanday gol amalga oshirilyapti Nasaf tomonidan. Murodbek Rahmatov gol muallifi. Lekin Zafarmurod Abdurahmatovning solo yurishi hammasini hal qildi. To'xtata olishmadi. Mana ko'ring. Yo'q, sal ertaroqdan bo'lsa yaxshi chiqardi. Uzatma gap so'z bo'lishi mumkin emas. Uzatmani ham ko'rish kerak. Takrorda ajoyib bo'ldi. Lekin Zafarmurodning hujumga chiqish jarayoni, raqiblardan o'tib ketishi hammasi ajoyib bo'ldi. Ashortiya shu yerda bir emaklab oldi. Sal avval Boltaboyev kurashda yutqizgan edi Abdurahmatovga. Undan oldin ham bir raqibdan o'tib ketgan edi Zafarmurod. 1-0. Mana shunday gol urdi Nasaf.